Selamünaleyküm hürmetli yurttaşlar. Bugünkü videorolikimizde sizlere hemen muhim ve zarur bo'lib turgan elektronik bilet olishni o'rgatamiz. Video davomida kuzatib boraverasizlar. Evet, hammamiz telefonimizda bo'lgan Google Play yoki Air Store programmasida giramiz. Keyin shu poisk tugmasidan qidirish mashinamiz So'rayol desangizda chiqib boshlaydi. Tiketga girdik. Uстановка, ya'ni shu o'zimizga ko'chirib olamiz telefonimizga. Dasturni yuklab olgandan keyin ochishni bosamiz. O'zbek yoki ingliz yoki rus tili o'zingizga qulay qaysisini xohlasangiz shuni bosasizlar. Keyin shuni chiqib keladi sizlarga dasturda qayerdan, misol uchun nereye gideceksizlar. Sonra Urganchdan Toshkentga ketishni. Ben de Urganchdan Toshkentga ketish sanasi dedi. Qaysi kunni? Hozir misol uchun bugungi kunni qaraymiz. 31 mart. Bu yo'q. Yo'q bo'lsa shunday holatda bo'ladi. Keyin misol boshqa kun. Qaysi kunni qaraysak bo'lsa 30 qaraymiz. Yani hozir misol Urganch Toshkent yo'nalish bo'lsa 14:50 da ketadi. Ertasi kuni 05:23 da boradi. Plaskart 91 dana joy turibdi, kupeda 2 dana joy bor ekan. Keyingi poyezd Urganch Toshkent yo'nalishida 19:00 da ketadi ekan. 8:22 boradi. Bunda plaskartda 52 dana joy turibdi ekan. Bunda pullari arkasında. Keyin misol uchun tanlaymiz. Tanlashga bosdik. Kupe dedi. Chiqib turibdi, kupega girasiz. Shunda chiqadi. Keyin hammamiz telefonimizda shu Google bossangizda akkauntni chiqarib beradi, Google akkauntini. Bosasizlar. Keyin davom etishni bosasizlar. Shunday olib chiqadi. Misol uchun kattalar soni dedi. Bolalar va yosh bolalar. Misol uchun 3 yosh, 5 yoshgacha bo'lganlar besplatniy. 5 dan dapa 10 yoshgacha diski, ya'ni yosh bola hisoblanadi. Yarim biletni yarim bahosi bo'ladi. Katta yoshda 10 yoshda misol uchun bir odamga ketjak, ya bo'lmasa shuni yozasizlar, ya'ni plyusni bossangiz 2 bo'ladi. 3, 4, maksimal 4 odam, bundan ko'p olib bo'lmaydi. 3 ya 2 odam ya 1 odam aytasizlar. Plaskart vagoni 7, 17 dona joy bor dedi. 8-vagon misol uchun 24 dona joy bor. Ha, eng qiziq narsasi sizlarga bir yangilik 11 tushuntirish. Hammasi dedi va faqat past dedi. Misol uchun ko'p odam pastdan olsak bo'ladi biletni. Qachon qarama past yo'qmi deydi, pastni bosasizlar. Misol uchun faqat past deb. Bazı ko'rsatib turgan emas pastini. O'sha deydi. Past joylari. Keyin faqat tepa dedi. Past. Adashdıqmi? Uzr, sizlarga hozir tushuntiraman deb. Faqat past deganda, yana pastda o'zi bir